Aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Rahmat. Menga 17 Pro orange rangidan kerak edi, aka. Hop, bor. Bor? Sinimga va'da qilib qo'ydim. Bitta bering. Aka, necha pul berasiz o'zi? Vallahi bu 17 Pro'ni 1400 ga beramiz. 1400 bo'ladigan, aka. Bo'ladigan, aka. Voy. Pulim tushib qopti-yu, aka. Yo'q. Sinimga va'da qilib qo'ydim-da, aka. Bugun olib bormasam bo'lmaydi. Pulim tushib qolgan yomon bo'pti-da. Ertaga tashlab ketsam bo'lmaydimi mashina? Yo'q aka, bizani ham to'g'ri tushuning. Faqat naqd ishlaymiz. Bugun olib boraman deb va'da qilib qo'ydim-da. Yomon bo'ldi. Olib boraman deb qo'ydim. Qilmang, aka. Singizga va'da bergan ekansiz. Shunaqa, Aka, aka. erkak kishi gapida turish kerak. Aka, men telefonni oling-da, pulini men beraman. Borib singizga sovg'a qiling, singiz bir xursand bo'lsin. Aka, mayli. Odamdan sovg'a qoladi-yu, aka. Men yo'q qo'raman, aka, pulini. Sizdagi odamlar ham kamayib ketdi. Aka, rahmat daddish, aka. Biratan sog' bo'ling. Joningiz sog' bo'lsin, rahmat. Men pulni to'layman. Rahmat. Aka, sog' bo'ling. Menga ham, boyga 17 Pro'ga ham. Anamni olqo'ying. Bo'l. Voy. Nima qilsana? Hop, bu falshga yo'q. Kashibga? Falshga pul beryapsiz menga. Kashibga? Voy, biratan.